Endi yaxshi eshitilyaptimi ovozim? Eshitilyaptimi? Yoza oling sizlar. Sozlamalarni biroz tozalagunimizcha vaqt ketadi. Endi tiniqlashdimi? Demak, agar savol beradigan bo'lsam, mana shu veb-sayt orqali daromad kanalimda eng oxirgi postni tagidagi xabarga, demak, o'zingizning fikringizni, mulohazaningizni bildirib borasiz. Demak, boshladikmi? Hamma tayyor bo'lsa, biz boshlaymiz. Xo'p, bugungi demak, webinarimda ko'rib turganimdan barchangizni xursandman. Eng foydali bilimlar sizlar uchun. Xo'p, Hasan Telegramda veb-sayt orqali daromad kanalida eng oxirgi postda kommentariyada izoh qoldiring. Barcha savollarni demak mana shu kommentariyada o'qiyman hamda javob beraman. Kommentariya yozaysizlar. Sizlarga hamda chetdan kiradiganlarga qulay bo'lish uchun mana shu Telegramdan tashkil qildim, chunki ko'pchilik Zoomni yoki Google'da xohlashmadi. Mana shu Telegramni o'zida video chat tariqasida tushuntirib beraman. Yaxshi. Yo'q, boshqa kanalga emas, mana shu yerda yozasiz. Ma'lumotlarni mana shu yerda yozib tushuntirib boraman. Kim chatga yoza olmayapti? Chatga yoza olmayapmiz. Chatga yoza olyapsizlarmi? Sozlamalarni to'g'rilab olaylik, iltimos yordam bering sizlar. Chunki bu muhim. Darsimiz qiziqarli hamda sifatli bo'lishi uchun siz ham, men ham albatta aktiv bo'lishimiz kerak. Hammaga ovozim yaxshi eshitilyaptimi? Yana bir bor takrorlayman. Chatda yoza olyapsizmi? Savollaringiz bo'lsa, bemalol chatda murojaat qilishingiz mumkin. Hammaga yaxshi eshitilyapti. Demak, hamma yoza olyaptimi? Chunki yana bir marta takrorlayman, yangi kirganlar uchun
Savollaringiz bo'lsa chatda yozishlaringiz kerak yoki men savol berganimda chat orqali murojaat qilishlaringiz kerak. Eng oxirgi postimdagi xabarga kirganingizda xabar yoza olyapsizmi? Savollaringiz bo'lsa bemalol mana shu orqali berishingiz mumkin. Rahmat hammaga. Demak, yana bir bor assalomu alaykum. Yangi kirgan bo'lajak dasturchilar uchun vebinarimda qurib turganimdan bag'oyat xursandman, chunki bu sohada, bu yo'nalishda, ya'ni ilm olaman, izlanaman degan yoshlarni ko'rib xursand bo'ldim. Sizlarga demak 8 yildan ortiq, ya'ni 2013-yildan beri mana shu sohada faoliyat yuritdim. Shu paytgacha bo'lgan natijalar hamda yangiliklar bilan sizlar bilan mana shu vebinarimda bo'lishmoqchiman. Xo'p, bugungi temamizning asosiy mavzusi demak internet orqali saytlar yordamida daromad topish. Ya'ni internet orqali saytlar yordamida daromad topish. Demak, ovozim eshitilyapti hammaga. Siz yozishingiz mumkin, qolganlar ham vaqt masalan 5-10 minut farq qilishi mumkin. Chetdagilarimiz ham kirib olgunimizcha sizlar bilan tanishib olamiz. Ya'ni kommentariyada siz qayerdansiz, qaysi shahardansiz, nima ish bilan shug'ullanasiz, nima uchun, nima maqsad qildingiz mana shu jonli efirda qatnashishga. Qisman o'zingizni fikringizni kommentariyada yozib turing. Bugungi demak jonli efirga kelganingiz juda yaxshi. Sababi demak siz o'z-o'zingizni rivojlantirish yo'lidagi katta qadamni, orzungiz sari hech bo'lmaganda kichik qadamlarni qo'yishingiz uchun qisman bo'lsa-da men bilan bilim olsangiz men xursand bo'laman. Xo'p, buni boshida ham oxirida ham takrorlayman. Agarda oxirigacha mana shu temani yoritgunimcha men bilan birga bo'lsangiz, men sizlarga quyidagi qo'llanmalarni sovg'a qilaman. Bu juda ham qimmatbaho bilim hisoblanadi. Ya'ni front-end developer uchun yo'l xaritasini saytlar orqali 2025-2027 yillarning trendi nomli bonus kitobni hamda saytdan qanday qilib daromad olish mumkin nomli kitobni sovg'a qilaman. Bu kitoblar sizlar uchun juda ham bilimga boy bo'lgan hamda kelajagingiz, karyerangiz uchun as qotadigan kitoblar hisoblanadi. Undan tashqari maxsus bonuslarim ham bor. Buni demak webinar yakunida aytib o'taman.
Hop, jonli efirimni diqqatga sazovor joylari. Ya'ni sizdan nimalar kutaman? Ya'ni faol ishtirok eting, chatda yozing, iltimos. Bu ham iltimos, ham taklif. Ya'ni sizni va meni muammolarimni chat orqali hal qilib olsak bo'ladi. Undan tashqari bir kirib, bir kirmasdan to'liq boshidan oxirigacha qatnashishingizni tavsiya qilaman. Chunki har biri bir-biriga bog'liq bo'lgan bilimlar. Yuqorida aytib o'tganimdek, vebinarimiz zapis qilinmaydi. Faol ishtirok eting, ya'ni sizni chalg'ituvchi narsalarni olib tashlang. Taxminan 1,5-2 soat davomida sizlarga mana shu veb-saytlar orqali daromad mavzusida suhbatlashib olamiz. Ya'ni agarda sizda savollar bo'lsa, ularni demak oxirida berishingiz mumkin. Oxirida demak jonli efir qilib demak yoqib savollaringizni birma-ketin berib javob olsangiz bo'ladi. Uning uchun siz agar savol paydo bo'lsa bloknotga yoki bo'lmasa biror bir zametga qilib yozib qo'yishingiz mumkin. Demak jonli efirimni oxirida savollaringizga javob beraman. Hop, bugun nima bo'ladi? Jonli efirni dasturi qanday? Ya'ni nimalar haqida bilimlarga ega bo'lasiz? Bularni birinchisi, nima uchun saytlar yaratish eng yaxshi va eng talabchan kasb ekanligi haqida ma'lumotga ega bo'lasiz. Ikkinchisi, saytlar yaratishni o'rganish uchun birinchi navbatda qanday oddiy qadamlarni boshlashingiz kerak? Bu haqida suhbatlashamiz. Keyingi qadamda esa buyurtmalar har doim ko'p bo'lishi mumkin. Ko'p bo'lishi uchun siz mijozlarni qanday, qayerdan qidirishingiz haqida ma'lumot beraman. Keyin esa qanday qilib saytlarni yaratish har oyda barqaror daromad olishni tezda o'rganishingiz mumkin. Demak, mana shular bo'yicha biz suhbatlashar ekanmiz. Undan oldin demak tanimaganlarga men o'zimni tanishtiraman. Qisman bo'lsa-da vebinarim boshlanmasdan oldin ham sizlarga ma'lumot berib bordim. Bu sohaga kirib kelishim 2012-yil bo'lgan. Ya'ni 13 yil oldin ilk qadamimni qo'yganman. Ya'ni informatika fanidan respublika olimpiadasida qatnashib birinchi o'rinni olganman va Pascal dasturlash tilidan boshlangan ilk qadamim IT sohasiga kirishni. Undan so'ng hozirda demak Toshkent axborot texnologiya universitetini bakalavr hamda magistraturasini tugatganman. Doimo izlanishdaman. Undan tashqari meni yutuqlarimga keladigan bo'lsak, quyidagi natijalarga erishdim. Ya'ni oliy ma'lumotli TATU magistraturasini bitirganman. Full stack web dasturchiman. Ko'plab real loyihalar asoschisiman. Uni yuqorida ham ko'rsatib o'tdim. Hamda Evotech akademiyasi asoschisiman. Meni maqsadlarim va istaklarim sari yetaklaydigan barcha imkoniyatlardan foydalandim mana shu kunga qadar. Bularni barchasi mening hayotimga shunchaki kelgan emas. Mening boy ota-onam yo'q yoki bo'lmasa shunchaki omadli emasman. Ya'ni omad boqqani uchun bu natijalarga erishdim deb o'ylamayman. Bularni tagida eng kattasi mehnat, faqat mehnat bo'lgan shu vaqtgacha. Siz bilan endi qisman o'zim haqimda ma'lumot berdim. Sizlarni demak qayerdan kuzatayotganingizni hozir ko'rib chiqamiz. Xo'p. Bu yerda menda o'qiyotgan shogirdlarimiz ham bor ekan. Maktabda o'qiydiman. Kelajakda biznesim uchun foydali bo'lgan saytlarni yaratish, dasturlarni o'rganish. Молодец. Hop, Azamat degan shogirdim yozibdi.
Jizzaxdanman, dasturlashni o'rganmoqchiman. Hop, Akmaljon akamiz yozdi. Namangan shahridanman, informatika fanidan o'qituvchisiman. Maqsadim yangi loyiha yaratib, yaxshigina daromad qilish. Juda ham xursandman. Hasan, front-end dasturchi, Toshkent dasturlashni o'rganishdan maqsadim o'z biznesim uchun foydali dasturlar yozishni xohlayman. Farg'ona viloyatidanman, o'zim universitetda sirtqi ta'limda talabaman. Biznes va dasturlashni mukammal o'rganish. Juda ham xursandman natijalaringiz bo'yicha. Hop, Abdulvahob, front-end programmer, hozirda Navoiy viloyatidan kuzatyapman. Farg'ona viloyati, O'zbekiston tumanidan Zilola, informatika fani o'qituvchisiman. Biznes va dasturlashni o'rganish. Juda ham xursandman va har bir ma'lumotlaringiz, chatdagi fikrlaringizni o'qib, inobatga olib, hamda javob qaytarishga harakat qilaman. Bemalol chatda ham o'zingiz qiziqtirgan savollarni ham berishingiz mumkin. Hop, endi boshlashdan oldin sizlarni hayot uchun qisman bo'lsa-da foydali bo'lgan muvaffaqiyat formulangizni yaratamiz. Buning uchun siz yoki chatda yoki oldingizda bloknot, ruchka bo'lsa, bloknot, ruchkada yozib menga yuborishingiz kerak. Agar chatda yozaman desangiz, chatni o'zida yozib qoldiring. Agar muvaffaqiyat formulangizni klaviaturada yoki telefonda sekin yozaman, ruchkada yozaman desangiz, ruchkada yozib menga yuborishingiz mumkin. Bu degani, demak, muvaffaqiyat formulangizni birgalikda hozir hosil qilamiz va yillar o'tgandan keyin mana shu muvaffaqiyat formulangizni eslab, hozirgi va keyingi natijangizni eslashingiz mumkin. Bu siz uchun juda ham foydali bo'lgan muvaffaqiyat formulasi hisoblanadi. Ya'ni natijaga olib borish yo'li. Ya'ni siz turgan A nuqtani belgilab olasiz. A nuqta xohlasangiz chatga yozing, xohlasangiz aytganda bloknotga yozing. A nuqtangizga nimani kiritasiz? Hop, A nuqtangizga hozirdagi bu degan nuqta haqiqiy bo'lish kerak. Nomiga shunchaki bo'lgan ma'lumot bo'lish kerak emas. Tushunarli? A nuqtangiz demak hozirgi ayni vaqtda sizni tashvishga soladigan, tashvishlantiradigan, yoqtirmaydigan holatingiz, nimangizni o'zgartirmoqchisiz? Mana shu narsani yozib qoldiring. Yoki chatda yoki bloknotda. Tushunarli? Demak, o'zgartirish uchun qanday imkoniyatdan foydalanishga tayyorsiz? A nuqta haqida demak yozib qoldiring. Hamma bloknotga yozadi shekilli, ha? Demak, hozirgi A nuqtada o'zgartiradigan maqsadingizni qisman yozing. Asosiy fokusni qarating, hozirgi holatingiz sizga nimaga yoqmayapti, nimani o'zgartirmoqchisiz? Kelajak uchun o'ylagan qadamingizni, ya'ni yoqtirmaydigan, hozirgi o'zgartirmoqchi bo'lgan holatlaringizni ochib bera olishingiz kerak.
Hop, chatda yozing. Kelishganimdek, demak, yoki chatda yozib qoldirasiz, yoki o'zimga yozasiz. Buni vaqt kelganda, Xudo xohlasa, men sizga eskitaman. Nega chatda yozgilaringiz kelmayapti? Xo'p, yaxshi. Hammani o'zini fikri, o'zini ideyasi, o'zini shaxsiy hayoti, o'zini rivojlanish maqsadi bor. Men albatta kutib qolaman. Har biringizni yozganingizni o'qib, tahlil qilib bera olaman. Keyingi qadamimiz esa B nuqtamiz. Ya'ni muvaffaqiyat formulamizni ikkinchi qadami bu B nuqta hisoblanadi. Bu nuqtada sizda endi hayotingizda siz erishmoqchi bo'lgan natijangiz, ya'ni nimalarni xohlaysiz, hozir necha yoshdasiz-u, necha yoshdan keyin nima xohlaysiz? Например, masalan, hozirgi hayotingizda siz hali oila qurmagandirsiz. Oila qurib, demak, o'zingizni shaxsiy mashinangiz, shaxsiy uyingiz bo'lishini xohlarsiz. Yoki biron bir lavozim bo'yicha ko'tarilishni xohlarsiz. Yoki bo'lmasa dunyo bo'ylab sayohat qilishni xohlarsiz. Например, demak, mana shunga o'xshagan bir nuqtadagi, ya'ni sizni hayotingizda erishmoqchi bo'lgan nuqtangizni ko'rsating. Shunchaki yozmang. Hozirgi B nuqtani siz realniy hayotingizdan kelib chiqib yozing. Ya'ni hozirgi nuqtangizdan siz qaysi pog'onaga ko'tarilmoqchisiz. Mana shu haqda yozasiz. Bunda sizda demak baxtni uyg'otish kerak. Ya'ni hozirgi holatingizdan ko'ra 2-3 barobar, balki 10 barobar yaxshi yashash, yaxshi demak baxtli yashash uchun sizga nima ehtiyoj bo'lsa, o'sha narsalarni yozishingiz kerak. Ya'ni xohlab yozishingiz kerak. Shunchaki yana bir kimdir mana shu narsa bo'lish kerak ekanda, yoki men, например, aytyapman, mashinam bo'lish kerak ekanda, uyim bo'lish kerak ekanda degan narsa emas. Chin dildan o'zingiz mana shu kelajakda Alloh bergan umrni ko'rish mobaynida siz qanaqa natijalarga erishmoqchisiz, mana shu haqda yozib qoldiring. Xo'p. Agar yozib bo'lsalaringiz, biz davom etamiz. Zilolaxon opa, hozirgi A nuqtadagi maqsadingiz nafaqat siz hozir psixologik jihatdan olib qarab yozyapsiz. Hozirgi holatingiz, qanaqa kasbda faoliyat yurityapsiz, sizga bu yoqyaptimi, yoqmayaptimi, ya'ni bu sohada siz yana o'sib boshqa sohaga ketmoqchimisiz yoki shu sohani rivojlantirmoqchimisiz? Mana shunaqa maqsadlarni ko'proq qo'ying muvaffaqiyatga erishish uchun. Yana bitta narsa, demak, siz haqiqatdan ham o'sha bir nuqtani olgan, hozir aytganimdek oldingiz, o'sha nuqtani xohlashingiz, u yerga borish uchun qo'lingizdan kelgancha, demak, harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Mana shunaqa maqsadni yozing. Hop, uyalish, tortinish bo'lmasin. Bemalol, chunki siz mana shu sohada rivojlanishni, o'sishni istagan bo'lsangiz, men qo'limdan kelgan yordamni berish uchun bemalol men bilan ham fikr bo'la olishingiz kerak.
yana vebinar davomida aytaman, bu soha siz uchunmi, siz uchun emasmi? Ya'ni siz faqatgina daromadiga qiziqib kelyapsizmi yoki qiziqishingiz mana shu sohadami? Mana shu savollarga sizni aktivligingizdan, berayotgan savollaringizdan xulosa qilib bemalol ayta olaman. Xo'p, yozib bo'ldik-a? A nuqtadan B nuqtagacha bo'lgan maqsadlarimizni. Kommentariyalarni o'qib boryapman. Oxirida xulosa qilaman barchangizni yozganingizdan. Kelishdik-a? Demak, muvaffaqiyat formulangizni ikkita muhim nuqtasini topib oldingiz. A nuqta demak hozirgi holatingiz, B nuqta kelajakdagi holatingiz. Ya'ni ma'lum vaqt o'tgandan keyin siz nimaga harakat qildingiz? O'sha nuqtani belgilab oldingiz. Endigi qadamda esa siz uchinchi nuqtasi A nuqtadan B nuqtadagi, ya'ni shu borishdagi yo'l hisoblanadi. Siz qilayotgan ish, sizni harakatlaringiz hisoblanadi. Shunchaki A nuqtamiz mana shu ekan, B nuqtamiz shu ekan emas. A nuqtadan B nuqtaga borish harakatini qilishingiz kerak. Bu men, ya'ni men bir vaqtlar sayt yaratishni tanladim. Chunki bu eng yaxshi va eng talab kuchli bo'lgan kasb bo'lishiga ishonardim. 2012-yil tanlab bo'lganman mana shu yo'nalishni men. Yana bir narsani aytib o'tishim kerak bu yerda. Sayt yaratish bo'yicha ilk g'oyam maktabda vaqtimda informatikada avvaldan bo'lgan mana shu brauzerlar haqida ma'lumot, kompyuter haqida ma'lumot. Biz maktab vaqtimizda to'g'risi kompyuterlar, zamonaviy kompyuterlar yo'q edi. Netbookda o'rganganman birinchi. Hozirda noyob arxiv bo'ldi уже netbooklar, lekin men mana shu respublika olimpiadasiga chiqqan masofamda ham, yo'limda ham faqatgina netbookdan foydalanganman. Notebook degan narsa kam edi, hamda qimmat edi. Hozirda hamma sharoit bor, imkoniyat bor. Hozirda ham kompyuter qiladigan ishni telefonda bemalol bajara olyapman. Zamon o'zgaryapti. Zamon bilan har doim hamnafas yashash kerak. Avvalgi narsadan hozirgi narsani nimasi razlikasi o'zbekcha nima bo'ladi? Farqi juda ham katta hisoblanadi. Xo'p, yana o'zimizni temamizga qaytamiz. Saytlar nima va ular nima uchun kerak? Qisman xabardorsiz ko'pchiligingiz, chunki har kuni eng kamida bir yoki bir nechta saytlardan foydalanasiz. Ya'ni sayt orqali siz nima qilasiz? Ma'lumotlar olasiz. Sayt bu ma'lumot joylashtirilgan internetdagi sahifa hisoblanadi. Bulardan siz juda ham ko'p foydalangansiz. Masalan, har kungi banklardan, bankni saytlaridan, onlayn do'konlardan, davlat saytlaridan, ya'ni ma'lumot olish uchun, yangiliklar izlash uchun, ko'ngilochar saytlardan va hokazo va hokazo. Demak, hozirda eng ommalashib ketgan telefon orqali uyingizda o'tirib, saytlar orqali siz ma'lumotni olib yoki ma'lumot uzatishingiz yoki biron bir mahsulot xarid qilishingiz, bularni barchasini sayt orqali amalga oshirishingiz mumkin. Например, OLX.uz hozirda demak eng ko'p kirib chiqadigan yosh, kichigu katta to'pga chiqadigan saytlarimizdan biri OLX bor. Uzun marketdan narsa xarid qiladi ko'pchilik. Bizni taomlar, restoran, kafelarni ham hozir
saytlari. Ular orqali siz buyurtma bersangiz uyingizgacha olib kelib berishadi. Bank xizmatlari, ya'ni telefon raqami deysizmi, ofislari qayerda deysizmi, lokatsiyasi qayerda joylashgan, qayerda filiallari bor, bularni barchasini siz saytdan foydalanib, o'rganib, foydalanib kelmoqdasiz. Endi yana bir tarafi, demak siz har qanday biznes, hozirda mana hukumatimiz ham biznes, kichik va o'rta biznesga, tadbirkorlikka yo'l katta ochib berdi. Bu sohada har qanday, demak, biznes egasi 100% saytga muhtoj. Ya'ni uni yaratayotgan yoki bajarayotgan, ishlab chiqarayotgan yoki sotmoqchi bo'lgan mahsulotini elga tanitish, yurtimizga, xalqimizga tanitish uchun saytlardan foydalanadi. Xo'p, taniqli biznes saytlarimiz bor. Butun dunyo bo'ylab eshitgansiz. Qaysi birini eshitgansiz? Apple, Amazon, Netflix. Kommentariyada yozing, qaysi saytdan eng ko'p foydalanasiz. Rezultat, masalan, bir kunda bir marta kirib chiqishingiz mumkin, 2 marta kirib chiqishingiz mumkin. Eng ko'p foydalanadigan saytlaringiz qaysi? Agar oramizda o'qituvchilar bo'lsa, e-maktabdan ko'p foydalanadi, to'g'rimi? Har bir biznes vakili borki, sayt yaratishga muhtoj. Saytlar o'zi nima uchun kerak? Yuqorida aytib o'tganimdek, insonlarga kerakli ma'lumotlarni berish. Ya'ni, например bilan aytib berdi. Misol sifatida siz telefon qidirmoqchisiz, yoki brauzerga buyruq berdingiz, menga mana shu modeldagi telefonlarni ko'rsating. Sizga bir necha saytlar ko'rsatadi. Saytlardan siz kirib, telefonning, demak, qachon yaratilgan, tavsifi qanaqa, modeli qanaqa turlari bor, rangi qanaqa, mana shunaqa ma'lumotlarni, narxi qancha, boshqa ma'lumotlarni siz sayt orqali bilishingiz mumkin, to'g'rimi? Yoki bo'lmasa o'sha saytdan xarid qilishingiz mumkin. Mana masalan, mana shu telefonni nimasi ko'rsatilgan, shart ko'rsatilgan. Undan tashqari, har qanday yoshmi, kattami, hamma dam olish vaqtini kino ko'rish yoki musiqa tinglash, bu bir ko'pchilikning hobbisi hisoblanadi. Dam olish vaqtini maroqli o'tkazish uchun, demak, siz kirib tomosha qilishingiz mumkin. Bu ham bizda saytlar orqali amalga oshiriladi. Ya'ni qanaqa film tomosha qilmoqchisiz yoki qanaqa musiqa tinglamoqchisiz, siz brauzerlarga buyruq berib, uni siz bir nechta saytlar orqali, demak, topishingiz mumkin. Hozir qancha saytlar yaratilganini statistikasini keltirib o'tdim. Yaqin kundagi statistika bu. Hop, eng ko'p ko'pchilik aytdim, agarda maktab bo'ladigan bo'lsa, maktab, chunki har kuni kirmasa bo'lmaydi, o'zini vazifalari bor. Wikipedia, undan tashqari ChatGPT, GitHub bilan shug'ullanadiganlar bor ekan, juda xursandman. Yaxshi. Hop, grafikasiga qaraydigan bo'lsangiz, statistikani, veb sahifalar yildan yilga ommalashib boryapti. Bu bizda, masalan, men 2012-yil ilk qadamni qo'ygan bo'lsam, u paytlari bizda veb dasturchi deb atalardi. Front-endchi, back-endchi degan narsa yo'q edi. Bitta inson, bitta kasb bor edi. Hozir tarmoqlarga bo'linib ketdi. Xabaringiz bo'lsa, demak, front-end alohida, back-end alohida, web dizayner alohida, analitika qilgich alohida,
Mana shu IT sohasi har biri alohida bo'lim bo'lib ajralib chiqdi. Hop, undan tashqari yaqin kelajakda mana SMM sohasi, mobilografiya sohasi va shunga o'xshagan bir qancha demak sohalar qo'shildi IT sohasini ichida tarmoqlandi. Demak, saytlar qachon statistikasi o'sib boshladi? Karantin bo'lgandan boshlab o'sib boshladi. Sababi nimaga? Sababi bizni O'zbekistonda saytlarimiz juda ham kam edi u kunga qadar. Bildiki, insonlar agarda demak borib ishlolmaydigan bo'lgan holatda qanday biznesini yurgita oladi. Ya'ni karantin vaqti hamma uyda o'tirdi, hamma soha vakilini demak vaqtincha yopib qo'ydi, lekin bizni IT sohamizda ish juda ham ko'paydi. Chunki hamma уже onlayn bo'ldi. Oddiygina maktab deysizmi, universitet deysizmi, har qanday tashkilot deysizmi, hammasini nima qildi? Bizda onlayn rejimda qisman faoliyat yuritdi. Mana shuni hisobiga bizni xalqimiz va butun dunyo bildiki, sun'iy intellektga asoslangan asrga o'tishimiz kerakligini. Bundan boshlab hozirda grafikasini ko'radigan bo'lsangiz, bizda grafika bo'yicha o'sish bo'lgan 2023 dan 2025 gacha, demak 1100 milliardlarda demak o'sish bo'lgan. O'zbekistonda ham demak internetdan foydalanuvchilar soni mana shu, men nimaga karantinni например hisoblayman, shundan boshlab o'sdi. Chunki hamma ijtimoiy tarmoq orqali ishini hal qiladigan bo'ldi. Masofadan turib foydalanadigan bo'ldi. O'zbekistondagi sayt turlari bo'yicha taqsimot. O'zbekistonning statistikasini oladigan bo'lsangiz, shaxsiy bloglar, ya'ni har bir insonni o'zini shaxsiy portfoliosi bor. Qaysi sohada ishlashdan qat'iy nazar. Demak, bunaqa shaxsiy blogli saytlarimiz bizda 10% tashkil etadi. Davlat saytlari, ya'ni davlat nimasiga oid bo'lgan bizda MyGov yoki bo'lmasa portallar bilan ishlash, mana shunaqa davlat saytlari 15% tashkil etadi. Tijorat saytlari, bilamiz, tijorat saytlari, ya'ni mahsulotlash, deydigan saytlarimiz 35% tashkil etadi. Yangiliklar sayti 25% tashkil etadi. Masalan, eng ko'p eshitgansiz Kunuz, Daryo.uz, bular demak faqat yangiliklar bilan bo'lishib boradi ommaga. Undan tashqari ko'ngilochar saytlarimiz 15% tashkil etadi. Xo'p, mana shularni hisobga olgan holatda bizda alohida kasb mavjud, ya'ni sayt yaratuvchisi degan kasb mavjud. Demak, bu yerda odam biznes turli tashkilotlar uchun saytlar yaratadi hamda mana shu saytlar yaratish orqali daromad topadi, ya'ni pul ishlaydi. Daromad topishni bosqichini yana bir tushuntirib o'taman. Keyin to'liq o'rganib bo'lganingizdan keyin yana qayta tushuntiraman. Sayt orqali daromad qilayotgan paytingizda tartibi qanaqa bo'ladi? Siz mijoz bilan demak boshidan kelishib olasiz, 50%ni oldindan to'lanadi. Butun dunyo bo'yicha mana shunday tartibda olinadi. Shartnoma qilinayotganda sayt yaratmasingizdan oldin siz 50% avansini olasiz. Saytni yaratib tasdiqlagandan keyin esa qolgan summani olasiz. Tartibi mana shu tartibda bo'ladi. Sizni hech kim aldab ham ketmaydi yoki bo'lmasa bu sohada daromadda siz aldanib qolmaysiz. Endi bitta savolga javob beraman. Ya'ni nima uchun sayt yaratish sohasi yaxshi va eng ko'p talab qilinadigan kasb hisoblanadi? Birinchi navbatda daromad olishni chegarasi yo'q bu sohada.
Ya'ni saytlarni yaratadiganlar rivojlanish uchun juda ko'p istiqbollarga ega. Ya'ni masalan o'zining biznesini yaratishingiz mumkin, onlayn veb studiyangizni ochishingiz mumkin va shunga o'xshagan g'oyalar juda ham ko'p. Onlayn mahsulot sotishingiz mumkin yoki bo'lmasa turli o'zingizni sohangizga oid bo'lgan ma'lumotlarni ulashib borishingiz mumkin va hokazo. Demak, sayt har kimga har doim har kuni kerak hisoblanadi. O'shaning uchun ham siz daromad olishni chegarasi yo'q. Qancha ustida ko'p ishlasangiz, shuncha daromadingiz o'sib boradi. Ikkinchi navbatda siz boshliqni ish tartibiga bog'liq bo'lib qolmaysiz. Ya'ni ertalab masalan 8 da yoki 9 da ishda bo'lishingiz, kechqurun 6 da yoki 7 da ishdan ketishingiz, hech kim sizni boshingizda boshliq bo'lib turmaydi. Ya'ni bor vaqt uyg'on, erta vaqtida ofisga bor va hokazo. Mana shunaqa savollarda siz javob topishingiz mumkin. Bunda mana shu sayt yaratuvchi kasbida siz hech qanday vaqt ahamiyatga ega emas. Xohlasangiz kechasi, xohlasangiz kunduzi, xohlasangiz obedda o'sha olingan proyektni topshirish reglamentiga amal qilsangiz bo'ldi. Xohlasangiz choy ichib, xotirjam bo'lib ishingizni boshlashingiz mumkin. Ya'ni sizga hech kim boshliq bo'lib boshingizda turmaydi. Agarda mana shu g'oya, ya'ni siz boshliqni ish tartibiga bog'liq bo'lib qolmaysiz degan g'oya agarda sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada 2 ni bosing. Men izohlarda berib boradigan mana shu daromad olishni chegarasi yo'q bo'lsa, mana bu narsa sizga qiziq bo'lsa 1 ni bosing. Agarda siz boshliq ish tartibiga bog'liq bo'lib qolmasligingiz kerak degan g'oya sizga ma'qul keladigan bo'lsa 2 ni bosing. Uchinchisi, dunyoning istalgan nuqtasidan turib ishlashingiz mumkin. Dunyoning istalgan nuqtasidan turib ishlashingiz mumkin. Bu qanday? Siz butun dunyo bo'ylab sayohatga chiqishingiz yoki uning go'zalligini, xilma-xilligini ko'rishingiz mumkin. Oilangizdan uzoqda ishlash uchun hech qayerga borishingiz shart emas. Ya'ni siz uyingizda o'zingizni ofisingizni ochib, mutlaq erkin holatda daromad olishingiz mumkin bu sohada. Agarda mana shunaqa kasb izlayotgan bo'lsangiz, shuni bosing. Siz o'zingizni jadvalingizni tuzasiz. Ya'ni sizni jadvalingizni kimdir belgilab bermaydi. Bu ham masalan davlat ishida ishlaydiganlarga juda ham qulay. Davlat ishida ishlab ko'rganlar biladi. Ya'ni xohlasangiz ishlaysiz, xohlaganingizda dam olasiz, xohlasangiz boshqa ishlaringizni qilishingiz mumkin. Demak, sizga hech kim sizdan ishdan ketishingizni ham so'ramaydi, kelishingizni ham so'ramaydi. Mana shu qulayliklarga moslashasiz. Ya'ni o'zingizni jadvalingizni tuza olasiz. Agar qiziq bo'lsa, 4 ni bosing. 5-inchisi, telefonda ishlash ham mumkin bu sohada. Bu vaqtinchalik, lekin telefonda ham siz oddiy saytlar yaratib, birinchi daromadga chiqib olganingizdan keyin noutbuk olib, keyin ko'proq pul topib daromad olishingiz mumkin. Agarda bu ham sizga qiziq bo'lsa, 5 ni kiritasiz. Keyingi qismda esa kreativ ish. Kreativ ish degani nima degani? Ya'ni zavq keltiradigan ish degani. Siz shunchaki birinchi fokusni daromadga emas, ishlayotgan sohangizni sevishingiz kerak. Qanaqa soha bo'lishidan qat'iy nazar. Hozirgi aytayotgan sayt yaratuvchi sohasidan bo'ling, programmirованiyani boshqa yo'lidan bo'ling. U sohada siz majburiyat uchun yoki bo'lmasa birovni
taklifi bilan yoki bo'lmasa mana shu sohada daromad katta ekan deb o'rganish kerak emas. U sizga ishlayotgan mobayningizda zavq olib kelish kerak. Ya'ni vaqt qanday o'tganini bilmasdan faqat soati mana shu bo'ldi, mana shu sohani qilishim kerak, mana shuni qilsam daromad topaman emas. Mana shu narsa sizga zavq keltira olishi kerak. Demak, bu sizga baxt keltiradi. Mehnatingiz orqasida daromad olib keladi. Agar bu sizga qiziq bo'lsa, demak, oltinni bosasiz. Halol va qonuniy daromad. Ya'ni bizda bu qonun tomonidan ham himoyalangan halol mehnatingiz evaziga daromad topasiz. Sizni haq-huquqlaringiz himoyalangan bu sohada. Agar bu qiziq bo'lsa, sizga demak yettini bosasiz. Bu sohani siz bepul hamda xavfsiz boshlashingiz mumkin. Agar qiziq bo'lsa, 8ni bosasiz. Yuqori talab, ya'ni hozirda bozorda har bir biznes saytga muhtoj. Siz qaysi soha vakili bo'lishingizdan qat'iy nazar, siz o'zingizni rivojlantirgingiz keladi. Zamon bilan hamnafas bo'lishingiz kerak. Xuddi shunday qaysi sohani olishingizdan qat'iy nazar, psixolog bo'lasizmi, sayyohlik agenti bo'lasizmi, advokat bo'lasizmi, yurist bo'lasizmi va hokazo. Demak, rivojlangingiz, o'zgingiz keladigan bo'lsa, bu sohada demak bu biznes vakillarining hammasi saytga muhtoj bo'ladi va siz ularga bu borada yordam beruvchi hisoblanasiz. Ya'ni bu sohaga hozirda ham, kelajakda ham talab yuqori. Agar bu sizga qiziq bo'lsa, 9ni bosing. Ko'pchilik, demak, qani ko'ramiz, qaysi bir qiziq ekan. Birinchi hammaga qiziq, 4-chi, 5-chi hammaga qiziq. Juda xursandman. Saytlar yaratishni o'rganishingiz uchun oddiy qadamlar qanday bo'ladi? Birinchi qadam, tilda ilovasini o'rganing. Ya'ni bu ilova qanday ilova? Qisman tushuntiraman. Rossiya ilovasi hisoblanadi. Masalan, bu sodda hamda tushunarli bo'lgan ilova hisoblanadi, tilda ilovasi. Nima uchun Rossiya ilovasini tanladim? Sababi mana oddiy Yandex ham Rossiyaniki, to'g'rimi? Uzun marketga kirish ham Rossiyaniki. Yoki bo'lmasa Uklon kirib keldi mana Toshkentga. Toshkentdagilar biladi. Demak, mana shunaqa katta loyihalar bizga ko'pchiligi Rossiyadan keladi. Endi bitta narsani tushuntiraman. Rossiyadan kirib kelganda, masalan, O'zbekiston xalqi Yandexdan 50% daromad olayotgan bo'lsa, 50%ni Rossiya mana shu o'zini ilovasini yaratib qo'yib bo'lgandan keyin hozir demak o'sha 50%ni uxlasa ham, tursa ham daromad qiladigan soha qilib qo'ygan. Xuddi shu narsa bizda bo'lishini xohlayman. Ya'ni ulardan nima kam joyimiz bor? Ular ham shu bilimni olib, mana shu natijaga erishgan. Sizlar ham mana shunday bilim olib natijaga erishishlaringiz mumkin. Tilda ilovasida siz kod yozmaysiz. Kod yozadigan soha bor, front-end, back-end sohasi. Albatta, agarda front-end, back-end sohasiga ham qiziqaman deydigan bo'lsalaringiz, unga alohida webinar qilaman. U ham, demak, menda full stack dasturchiman, ikkalasi ham bor. Hozirda demak talab katta hamda bugungi webinarimiz sayt orqali daromad, veb-sayt orqali daromad bo'lgani uchun tilda ilovasi haqida tushuntiraman. Bunda demak siz dasturlashni bilishingiz shart emas. Ya'ni qora oyna bilan ishlamaysiz. Kod yozmasdan turib tilda
yordamida siz saytlar yaratsangiz bo'ladi. Yuqori sifatli, malakali hamda xatosiz bo'lgan saytlarni tilda ilovasi orqali yaratishingiz mumkin. Bu yerda siz bloklarni yaratishingiz mumkin, sahifalarni sozlashingiz mumkin, shrift ranglarni o'zgartirishingiz mumkin, domen, hosting degan tushunchalar bilan tanishasiz, qo'shimcha sozlamalarni o'rganib chiqasiz. Undan tashqari, demak, ma'lumot saytdagi keyinchalik saytlarga ma'lumotlarni qanday qilib to'g'ri joylashni o'rganasiz. Auditoriyani tahlil qilasiz, kopirayterlik yo'nalishi bo'yicha qisman ma'lumot beraman, sarlavhalarni tanlash bo'yicha, mijozlarning imtiyozlari bo'yicha, sizni o'zingizni portfolioyingizni natijalarini ko'rsatish uchun, kontaktlar qismini qanday hosil qilish uchun, mana bu ekranda ko'rib turgan, demak, sarlavhalardagi barcha narsani siz etapma-etap o'rganishingiz mumkin. Mana shu ko'rsatgan narsalarimni siz 3 oydan 5 oygacha vaqt mobaynida o'rganishingiz hamda birinchi saytingizni yaratib, u orqali daromad olishingiz mumkin. Sayt reklamasi, ya'ni bu yana bitta bosqich hisoblanadi. Siz saytingizni yaratib daromad olishdan tashqari, siz sayt reklamasi orqali ham, ya'ni SEO deyiladi, sayt reklamasi orqali ham siz daromad olishingiz mumkin. Xo'p, webinar qiziq o'tyaptimi? Tushunarli bo'lyaptimi? Yandex Dubayniki emasmi? Yo'q, Yandex Rossiyaniki. Rossiya hozir mana o'zimizdan sotib olganmiz. Xuddi shunday boshqa davlatlarga sotadi. Undan tashqari mijozlarni qidirish va saytlarni sotish. Bu keyingi bosqichi. Men bitta narsani guvohi bo'ldim. Mana shu tajribam davomida natijaga olib borish uchun bizda hozir nazariy qism berilyapti-yu, lekin oxirigacha, amaliygacha borgan qismni shu paytgacha ko'rmadim men. Lekin men mana shu narsani xohlayman, oxirigacha borishni. Ya'ni bitta kasbni egalladingizmi, o'sha A nuqtadan B nuqtagacha borgan masofani men bilan birga bosib o'tishni xohlayman. Demak, mijozlarni qanday qidirish kerak, saytlarni qayerdan sotib olish kerak, bu mavzu ham demak qamrab oladi. Saytlar orqali pul ishlash kimlarga mos keladi? Mana eng ajoyib nuqtasidan bittasi saytlar orqali pul ishlash. Mana bu yerda maktab o'quvchilarimiz bor, ustozlarimiz bor ekan, yoki boshqa soha vakillari, biznesmenlarimiz bor ekan. Bu hammangizga mos keladigan soha hisoblanadi. Ya'ni o'z biznesi uchun sayt yaratmoqchi bo'lgan tadbirkorlar uchun, ko'pincha uyda o'tiradigan va ishga bora olmaydigan ayollarimiz uchun, vaqtincha ish izlayotgan talabalarimiz, ya'ni keyinchalik o'zini karyerasini qilib o'sib ketadi mana shu sohada. O'z ishini tashlamoqchi bo'lganlar, ya'ni siz oddiyroq lavozimda yoki oddiy ishda mehnati, jismoniy aqliy mehnati sizni qoniqtirmayaptimi? Demak, siz bu sohani tanlab, bu soha orqali yuqori pog'onaga chiqa olishingiz mumkin. Boshliqni qo'lida ishlashni xohlamaydiganlar, boya yuqorida aytib o'tganimdek, demak, siz o'zingiz uchun boshliq bo'lishingizni, o'zingizni straxovka qiladigan holatda bo'lishingiz uchun mana shu sohani tavsiya qilaman. Undan tashqari, onlayn ishlovchilar uchun bu qulay. Sayohat qilishni va ishlashni xohlovchi sayohatchilar, ya'ni siz bu sohani faqat uyda emas, xohlagan joyingizda sayohatga borasizmi, qaysidir hududda
diplomat qilasizmi, farqi yo'q. Demak, onlayn tarzda ishlab daromadingizni bemalol olsangiz bo'ladi. Undan tashqari menga yozgandi, hozirda ham bor. Webinarda boshlashimdan oldin ham rossiyaliklar yozdi. Ya'ni Rossiyada ishlayotgan, vataniga qaytib uyda daromad olishni xohlovchilar. Ya'ni birovni qo'liga qarab qolmaslik uchun. Qashshoqlikda yashashdan charchagan va boy bo'lishni xohlaydigan insonlar uchun. Ularni hammasini tagida lekin mehnat. O'zingizni kuchingiz, o'zingiz mehnatingiz bilan mana shu darajaga erishsangiz bo'ladi. Jismoniy emas, aqliy mehnatni xohlaydiganlar uchun. Ya'ni kuni bilan mehnat qilgandan ko'ra 2 soat bilmingiz orqali aqliy mehnat qilganingizni afzal ko'radiganlar uchun. Demak, saytlardagi daromadlar sizlarga haqiqiy erkinlik beradi. O'zingizga, oilangizga va sevimli mashg'ulotlaringizga ko'p vaqt ajrata olasiz. Bu sohani o'rganish bilan birga ham daromad olasiz, ham o'zingizni rejangiz asosida, demak, ishlaringizni qilsangiz bo'ladi. Qanday qilib saytlarni yaratishni va har oy barqaror daromad olishni tez o'rganish mumkin degan savol bermoqchi bo'lsangiz, eng boshida har qanday kasb tanlashda o'rganish juda ham muhim. Ya'ni o'rganishingiz kerak. Har qanday soha bo'lishidan qat'iy nazar. Hamma narsa unga bog'liq. Agar sizning mashg'ulotingiz sifatsiz bo'lsa, unda siz har oy barqaror yaxshi daromadga juda uzoq vaqt ichida natijaga erishasiz. Bu bilan nima demoqchiman? Ya'ni siz shunchaki o'rganasiz yoki bo'lmasa mana Hukar Ilyosovna mana shunaqa bilim oldim Hukar Ilyosovnadan, demak mana shu narsani o'rganish kerak ekanda deb shunchaki qaraydigan bo'lsangiz, albatta barqaror daromadga chiqa olmaysiz. Albatta boshida aytgandek maqsadni ustun qo'yish kerak. O'sha maqsad sari harakat qilish kerak. Agar siz mashg'ulotlar o'tmoqchi bo'lsangiz, bu butunlay boshqacha bo'ladi. U yerda hamma narsa bosqichma-bosqich hamda tartibli bo'ladi va menda mana shu 2012-yil mana shunaqa imkoniyat bo'lmagan. Ya'ni hech kim menga mana shunaqa tartibda o'rgan demagan. Vaqt kerak bo'lgan. Universitetga kelgunimcha faqat Pascal dasturlash tilini o'rganib kelganman. Undan keyin esa veb-sayt yaratish bo'yicha bilimlarni bundan hammasini, demak, undan keyingi bosqichda o'rganganman. Birinchi oyda siz nimani o'rganasiz? Ya'ni birinchi oyda siz o'rganishingiz mumkin. Sayt yaratishni qanday ishlashni o'rganasiz. Siz sayt yaratib, uni texnik jihatlari qanday bo'lishini o'rganasiz. Birinchi oyda o'zingizni birinchi saytingizni yaratasiz. Hamda unga kim tashrif buyuryapti, qancha mijoz tashrif buyuryapti, mana shu ma'lumotlarni birinchi oyda olib olasiz. Men bu yerda hozir men o'qitayotgan o'quvchilarim ham bor, mana bemalol chatda yozishi mumkin. Savollaringiz bor ekan, savollaringizni webinar tugagandan keyin beraman. Demak, birinchi oyda siz ko'rishingiz mumkin mana shu xislatlarni, ya'ni saytingizni foydali va qiziqarli ma'lumotlar bilan to'ldirishni, yuqori sifatli matnlar yozishingiz mumkin birinchi oyda. Ikkinchi oyda esa mijozlar topishga bag'ishlanadi. Siz уже qisman fildani o'rgandingiz, ma'lumotlarni o'rgandingiz, qanaqa sozlamalari bor, statistikasi qanaqa. Endi siz mijoz qidirishga o'tasiz. Mijoz qayerdan qidiriladi? Qanday qilib muloqot qiladi? Xizmatlarni qanday sotishni o'rganishingiz mumkin ikkinchi oyda. Siz mijozlarni topishingiz yoki shu sohada ish topishingiz uchun samarali vositalarni o'rganishingiz mumkin ikkinchi oyda. Uchinchi oyga kelib уже ancha mukammal bo'lib,
ancha bilimga ega bo'lasiz hamda tajribangiz bo'ladi bu sohada. Nafaqat sayt yaratasiz, endi chiroyli hamda professional, murakkabroq saytlar yaratishni boshlaysiz. Har bir yangi sayt bilan ishingiz yaxshilanib o'sib ketaveradi. Уже 4-oyga kelib esa siz allaqachon yuqori sifatli saytlarni yaratasiz hamda pul ishlashni boshlaysiz. Ya'ni 4-5 oydan boshlab yuqorilab siz daromadga chiqib boshlaysiz. Mijozlar bazasini rivojlantirishingiz mumkin. Avval siz o'z obro'yingiz uchun ishlaysiz, keyin obro'yingiz siz uchun ishlaydi. Bu degan nima degani? Tushundingizmi? Avval mehnat qilasiz, keyin rohat ko'rasiz. Qisqa qilib aytganda. Tushunarli? 5-oyda esa siz nima qilishingiz mumkin? Уже hamma ma'lumotlarni mijozlar bilan muloqot qilishni ham o'rganib oldingiz. Qisman saytni professional darajada yarata oldingiz. Endi siz xohlasangiz o'z biznesingizni tashkil qilishingiz mumkin yoki sayt yaratish xizmatlari bilan ofis ochib, u orqali yuqori daromadlarni ko'rishingiz mumkin 5-oydan boshlab. Yakuniy xulosalarni yana bittasi, sizni bu sohaga tanishtirishimdan, mana shu bepul vebinarni o'tkazishimdan asosiy vazifa qilib o'zimga onlayn daromad va yangi onlayn kasbni rivojlantirish orqali xalqimizni hayot sifatini yaxshilash. Mana bu yerda o'z sohasidan noliydiganlar bor yoki o'zini mana shu yoshiga nisbatan, darajasiga nisbatan, moliyaviy, moddiy tarafdan o'zini ta'minlay olmayotganlar bor. Masofadan turib ishlab emas, ma'lum bir jismoniy, ya'ni vaqt, yo'l xarajatlarini sarflab, uzoqdan ish izlab, ishga borib kelayotganlar bor. Mana shularni hisobga olib, asosiy vazifa sifatida onlayn daromad va yangi onlayn kasbni rivojlantirib, sizga o'xshagan xalqimizni hayot sifatini yaxshilash asosiy vazifam qilib belgilaganman. Maqsadlarim esa xalqimizni turmush tarzini sifatini yaxshilash, fikrlashni yaxshilashga yordam berish, ya'ni shunchaki Alloh bergan umrni shunchaki o'tkazib emas, o'zidan yaxshi nom, yaxshi iz qoldirish uchun yordam berish. Undan tashqari o'zimizni, o'zbek xalqini dunyoda obro'sini ko'tarish asosiy maqsadlarimdan bittasi. Mana shuning uchun ham hozirda va undan oldin ham, bundan keyin ham asosiy maqsad o'sha shogirdlarimni natijasini mendan yuqori qilishni asosiy maqsad qilganman. Xalqimiz ham internet orqali pul ishlashni boshlash va daromadlarni bir necha barobar orishga yordam berish. Nimaga mana shunaqa maqsad qo'yganman? Atrofni kuzatyapman, juda sodda xalqimiz juda ham ko'p. Tushunmasdan internet orqali noto'g'ri foydalanib, noto'g'ri pul ishlash o'rniga pulini yo'qotayotganlar. Tushunmasdan boshqa narsalarga kirib qolayotganlar ko'p. Men o'sha narsani oldini olish uchun o'zimni mana shu tajribamdan kelgan, mana shu vaqtgacha yig'gan bilimimni shogirdlarimga o'rgatish. Undan tashqari siz buyurtmalaringiz har doim ko'p bo'lish uchun mijozlarni qanday va qayerdan qidirishingiz keraklik bosqichi ham bor. Bu bosqichda siz qanaqa savollar berasiz, mijoz bilan qanaqa gaplashish kerak, nima mavzuda gaplashish kerak, bularni strukturasi bor. Strukturasini etap-etap o'rgatishga harakat qilaman. Undan tashqari ijtimoiy tarmoqlar orqali siz mana shu sohada, har qanday ijtimoiy sohada o'zini kanallari, guruhlari, saytlari mavjud.
ulardan foydalanib ham siz barqaror bemalol daromad topa olasiz. Kontaktlar orqali insonlarga qo'ng'iroq qilish strukturasi hammasi etapma-etap o'rgatib boraman. Do'stlardan yordam olib siz tanitishingiz mumkin. O'zi birinchi oydan boshlab ko'pchilik tanitib boshlaydi. O'rtog'i yoki tanishiga men mana shu narsani o'rganyapman, men mana shu ishni qildim, qara, seni mana shunaqa biznesing bor, men mana shunaqa narsani taklif qilaman. Agarda insonlar undan foydalansa, keyin daromadga chiqasan и так далее. Mana shunaqa birinchi oydan ichiga kirib bo'lasiz. Telegram chatlar, ya'ni unga oid bo'lgan kanallarimiz mavjud. Ularni ham etap-etap o'rgataman. E'lon taxtalari bizda juda ham ko'p. Bundan tashqari frilanserlik birjalarimiz bor. Upworkdan foydalanganlar bormi? Katta frilanserlik birjalari bor. Ularni ham dunyo bo'ylab barcha guruhlari, menda saytlar bor. Buni ham demak etapma-etap o'rganishingiz mumkin. Undan tashqari siz bepul maslahat yoki sheriklik dasturi asosida sizda nima qilishingiz mumkin? Yaratib, yanada sayt yaratib sotishingiz mumkin. Ya'ni sovuq qo'ng'iroqlar, ya'ni bu qanaqa? Masalan, sizni yon atrofingizda biror bir yangi biznes vakili ochildi. Unga siz telefon qilib taklif berishingiz mumkin. Men sayt yaratdim, sayt yaratuvchisiman, sizga taklif bilan murojaat qilyapman. Menda demak sifatli sotuv bo'yicha saytingizni qilib beraman. Evaziga mana shunaqa dogovor bo'ladi. Например, bu. Demak, mana shunaqa, demak, sovuq qo'ng'iroqlar qanaqa bo'lishini, kompaniyaga tashriflar, ya'ni siz kompaniyani o'ziga borib qanaqa ma'lumot berib sotsangiz bo'ladi. Mana shunga o'xshagan sizga signallarini qanday ekanligini ko'rsataman-da. Mana shu hozirgi etapma-etap signallarni 10tasini ko'rsatdim. Eng kamida minimal ko'rsatdim. Mana shu signallar o'zi sizda bemalol bu sohada ish topishingizga 100% kafolat beradi. To'g'ri sotishni o'rganishingiz uchun qanaqa imkoniyatlar bo'lsa, barchasini o'rgataman. Endi oxirgi demak postimizni kommentariyada fikringizni qoldiring. Kim saytlar yaratishni boshlashni xohlayotganini tushundi. Ya'ni bu sayt yaratuvchisi kasbi haqida qisman tushunganingizni yozing. Xohlayapsizmi? Bu soha o'zingizni mana shu sohada ko'ra olishingizga ishonyapsizmi? O'zingizni fikringiz mana qisman tushuntirdim qanaqa ekanligini. Yozganingizcha men demak Tildada qanaqa kamchiliklar bor, tildan o'rganib kod terishni o'rganmasak ham bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Hozir yana batafsil ma'lumot beraman bo'yicha. Sayt yaratuvchi kursi demak sizga erkinlik va moliyaviy mustaqillik bo'lishini xohlovchilar uchun A nuqtadan B nuqtaga borguncha bo'lgan yo'lni o'rganish uchun tavsiya qilaman. Men o'zim buni o'rganishimga ancha vaqt ketdi. Ya'ni bunday hozirgiday mana shunday tushuntiradigan insonni topmadim boshida. Vaqt o'tib, tajriba olib, izlanganimdan keyin mana Rossiyada o'zi mana shu insonni topib o'rgandim va O'zbekiston xalqi, O'zbekiston yoshlariga mana shu sohani noldan o'rgataman. Agar o'shanda kursni men 2012-yil olganimda bundanda
ko'proq erishgan bo'lardim, ya'ni tezroq natijaga chiqqan bo'lardim. Vaqt kerak bo'ldi, chunki yo'lini, ya'ni oson yo'lini, ya'ni boshimda turadigan ustozni ko'rmadim. Hop, ya'ni bu ishga sarflagan ko'p vaqt va albatta asabimni tejagan bo'lardi. Har qanday sohada ham ustoz bo'lsa, sizga yo'li oson va sodda, natijalarga tezroq erishishingiz mumkin. Har qanday sohada, faqat shu sohasida, har qanday yo'nalish, har qanday sohani tanlasangiz, ustoz sizga to'g'ri yo'lni ko'rsatuvchi hisoblanadi. Bu kurs sizga hayotingiz davomida daromad keltiradigan barqaror kasb bilan ta'minlashiga ishonaman. Hozirda O'zbekistonni raqobatini ko'radigan bo'lsangiz, sayt mutaxassisi deb Headhunter'gami, veb-sayt bo'yicha OLX'gami yozadigan bo'lsangiz, sizda narx-navosi kelib chiqadi. Mana masalan, oddiy yana bitta namuna ko'rsataman. Faqat nazariy bilan chegaralanib qolmasdan, amaliy, masalan, mana xizmatlarimiz bor. Oddiygina bir sahifali veb-saytlarni oladigan bo'lsangiz, bu yerda masalan siz joningizdagi birorta magazinni saytini qilmoqchisiz, kiyim do'konini saytini qilib bermoqchisiz, kiyimlarni onlayndan sotmoqchi bo'lgan. Hozir ayni mana shu 2025-yilga qaraydigan bo'lsangiz, ijtimoiy tarmoqda ham, televideniyalarda ham bozor, onlayn bozorga o'tib ketayotganini har safar ta'kidlayapti. Chunki hamma uyidan turib, demak, arzonga, bozordan arzonga sifatli mahsulot xarid qila olyapti. Bu masalan mana shunday oddiy bir sahifali saytlarimiz ham eng minimal 4,5 million so'mdan boshlanadi. Mana shu natijaga erishish uchun albatta siz avval bilim olishingiz kerak. Bilim olib, keyin natijaga chiqa olasiz. Mana bu yerda ham ko'rsangiz bo'ladi. Mana vizitka 1,2 million. Demak, stranitsani o'zi 1,7 million. Biznes saytlarimiz ham 1,700,000. Katalog saytlarimiz 2 million. Internet magazinlar 2,600,000. Minimal summalar bu. Demak, bu summalar qayerdan keladi? Qayerdan topasiz? Zakaz qayerdan oladi? Bularning hammasini demak men kursim davomida o'rgataman. Saytlar orqali pul ishlash 2025-2026 yilgi yangi tendensiyasi. Pul ishlash saytlarini hoziroq boshlashingiz uchun yetarli sabab bo'ladi bu. Demak, kursimizdan nima olishingiz va tariflari haqida aytib beraman. Yuqorida aytganlarga qo'shimcha sifatida siz kursimda, ya'ni mana shu sayt yaratuvchi kursimda nimalarni o'rganishingiz, ya'ni sifatli hamda yuqori sifatli saytlarni yaratishni albatta o'rganasiz birinchi navbatda. Hop. To'g'ri muhit sizni maqsadingizga erishish yo'lida demak ushlab turadi. Ya'ni sizni buyurtmalarni baham ko'rishingiz mumkin. Qanaqa buyurtmalar bo'lishi mumkin? Yordam va qo'llab-quvvatlash. Har doim sizga men yoki bo'lmasa yordamchilarim tomonidan uyga vazifalaringizda, sayt bo'yicha mana shu qanaqa savollaringiz bo'lsa, yopiq Telegram kanalimizda, guruhimizda batafsil ma'lumot berib, hech qachon qotib qolmasligingiz kerak, to'xtab qolmasligingiz kerak. Savol, muammo bo'lsa, albatta murojaat qilishingiz mumkin. Meni taniganlar ham bo'ladi, 24 soat onlaynman. Bemalol kechasimi, kunduzimi bunaqa qilishingiz mumkin, savolingizni, murojaatingizni berishingiz mumkin. Bundan tashqari har bir
dars uchun yuqori sifatli video darslarga ega bo'lasiz. Har bir dars uchun prezentatsiyalarga ega bo'lasiz. Bu o'sha shuncha materiallarni o'rganib siz albatta natijaga erisha olasiz va eng oxirida sayt yaratuvchisi sertifikatiga ega bo'lasiz. Demak, shu tilda bemalol foydalansangiz bo'ladi. Kurs qanday bo'lib o'tadi? Onlayn, offlayn tarzda bo'lib o'tadi. Agarda siz Toshkent shahrida istiqomat qilsangiz, Sergeli 3-bekat oldida Evolution Technology Academy, ya'ni o'zimni xususiy o'quv markazim bor. O'quv markazimga kelib bemalol offlayn tarzda olsangiz bo'ladi yoki bo'lmasa onlayn tarzda yopiq Telegram guruhida olsangiz bo'ladi. Demak, mana shu sayt yaratishni, internetda umuman ishlashni bilmasangiz ham siz o'rganishingiz mumkin va bu bosqichni men albatta o'rgataman. Shunda yonib qoldi, ovoz kelyapti. Hop. Demak, kurs dasturi birinchi modulda, ikkinchi modulda bu yerda keltirganman, lekin qisqa qilaman agar charchab qolgan bo'lsangiz. Bu agarda o'rganish davomida har bir mavzuga to'xtalib o'taman, qaysi mavzuda qanaqa etap, ya'ni plan reja asosida o'tiladi har bir modul uchun mana sarlavhalarimiz bor, ya'ni temalarimiz bor, ko'rishingiz mumkin. Agarda yo'q, har birini tushuntirib bering desangiz, bemalol tushuntirib ham beraman, lekin hozir tushunmaysiz-da. Ichiga kirish orqali birinchi oyni уже o'rganib, mana birinchi oydagi shogirdlarim agar kirgan bo'lsa, so'rasangiz aytadi. Birinchi oyni o'rganganingizdan keyin etap-etap уже ikkinchi modul qanaqa, uchinchi modul qanaqa ekanligini etap-etap ko'rsatib boraman. Demak, 5 modulga asoslangan bo'ladi. Demak, dasturlashsiz dizayner bo'lishingiz shart emas. Noldan istalgan dunyoning istalgan joyidan har qanday yoshda, ana shu narsani eslab qoling, har qanday yoshda tajribangiz bo'lmasa ham, tillarni bilmasangiz ham o'zbek tilida men sizga o'rgataman. Xo'p, kursga har bir kurs uchun demak, jami har bir gruppada 15 tagacha o'quvchi bo'ladi. Undan tashqari tariflarimiz bor. Tariflarimizda ham siz tariflarimiz bilan tanishib chiqib, agarda qaysi biri qulay bo'lsa, o'shani tanlashingiz mumkin. Tariflari mana shu bepul vebinarda qatnashganlar uchun chegirma asosida sizlarga qulay bo'lgan narxda taqdim etaman. Ya'ni standart, premium, VIP tariflari bor. Standart tarifda siz 12 dan 15 kishigacha bo'lgan gruppada o'qiysiz. Agarda onlayn o'qiydigan bo'lsangiz 6-7 tagacha bo'ladi. Juda ko'p bo'lmaydi, chunki har biringiz bilan individual ishlayman baribir. Narxiga keladigan bo'lsak, hozirda demak chegirmada siz mana shu webinar davomida joyingizni band qilsangiz, bugun ertaga joyingiz band qiladigan bo'lsangiz 1.200.000 emas, 800.000 ga a'zo bo'lsangiz bo'ladi. Premium tarifda esa imkoniyati biroz ko'proq, standart tarifga qaraganda, uligini demak 1.800.000 emas, 1.200.000 chegirma narxda chiqarganmiz. Undan tashqari VIP tarifi, ya'ni individualni birga bir o'rganishingiz mumkin. Bu tarifimiz narxi esa 2.500.000 emas, 1.800.000 ni tashkil etadi. Tariflar bo'yicha demak savollaringiz bo'lsa, bemalol o'zimga yoki nimada, diskada
yoki bo'lmasa kanalni kommentda ham bemalol yozsangiz javob beraman. Agar savollaringiz bo'lsa, post qoldirib savollaringizga javob beraman. Ushbu jonli efirga kelganingiz va vaqtingizni ajratganingiz uchun men uchun eng yaxshi narxlar bir nechta joylarni tayyorladim. Ya'ni mana shu chegirmadan foydalanishingiz uchun sizlar uchun qulay narx. Bemalol ko'rib taqqoslashsiz ham bo'ladi. Men 2012-yildan beri bu sohada bo'lsam, narx bo'yicha eng minimal narxni oldim. Yuqori narx emas. Bitta narsani yana eslab qolishingiz kerak. Tekin bo'lgan narsa qadrsizda. Agarda siz bir nimadan kechmasangiz bir nima bo'lmaydi-ku. Xuddi shu narsada siz agar bilim tarafini tanladingizmi, например, ko'rsatdim, bu sohada minimal daromad qancha olish kerakligi. Agar mana shu tutgan sumangizni siz bemalol 3-4 oyda bemalol qaytarib olishingiz aniq. Men buni kafolatlayman. Agarda meni talablarimga vaqtida darsda qatnashib, vaqtida ekzamenlarimni topshiradigan bo'lsangiz, har bir modulda ekzamen olaman, natijangizni men qilib bera olaman. Kafolatlayman. Eng yaxshi bilim, eng yaxshi sarmoya bu bilimga va ko'nikmangizga investitsiya qilish, ya'ni sarmoya qilish. Bu majburiy emas. O'zingizni xulosangiz, o'zingiz fikringiz bilan bersangiz bo'ladi. Kimni ovozi yonib qolgan? Xo'p. Hozir tugatib olib, keyin savollarga beraman. Demak, sovg'a sifatida yuqorida aytib o'tilganimdek, hozirda qatnashganlarni hammasiga tashlab beraman. Bu albatta judayam foydali bilimlar hisoblanadi. Umriy davomida mana shu sohani egallamoqchi bo'lganlar uchun judayam foydali. Hozir demak to'lov miqdori har bir oy uchun mana 5 oyga mo'ljallangan dedim, lekin tariflarni hozir yana bir marta qo'yib beraman. Siz premium yoki bo'lmasa VIP tariflarida bekorga boshqa ham aytmadim, 3 oydan 5 oygacha o'qish davomiyligidir. 3 oydan 5 oygacha vaqt mobaynida o'qib o'rgansangiz bo'ladi. Hozir joyingizni band qilsangiz, bugun ertaga vebinarni o'tkazib, xudo xohlasa, yoki guruhda agar onlayn o'qiydigan bo'lsangiz, offlayn o'qiydigan bo'lsangiz, marhamat kelib, yuzma-yuz yonimda o'rganishingiz mumkin. Men ikkalasiga ham birdayman. Chunki ertaga mana taklif qilaman, onlayndagi shogirdlarimga ham Germaniyada, Rossiyada o'qib ishlab yurganlar, hozirda mana shu sohani mendan o'rganayotganlar bor. Men ikkalasiga ham bir xilman. Bir xil ikkita dars olib boraman. Dars davomiyligi 2 soat bo'ladi. Haftada 3 kun 2 soatdan dars davomiyligi bo'ladi. Undan tashqari har oyda turli sovrinli hakaton o'tkazamiz. Hakaton degani bu musobaqa. Ya'ni mana shu sayt yaratish bo'yicha turli musobaqalarda qatnashib, siz yanada bilingizni mustahkamlab olishingiz mumkin. Endi savollaringizga javob beraman. Agarda joyingizni band qiladigan bo'lsangiz, meni o'zimni akkauntimga yozasiz va albatta joyingizni band qilishingiz mumkin. Savollardan boshlayman. Savolni birinchisi, tildani qanaqa kamchiligi bor yoki tildani o'rganib kod terishni o'rganmasingizdan bo'ladimi? Shunga to'g'riroq javob bermoqchi edim. Tildani o'rganib siz kodni bilmasangiz ham daromadni yuqori qo'ya olasiz. Men kafolat beraman. Ya'ni men o'zim ham koding ham no koding ishlayman. Mana shuni evaziga bu javobni beryapman. Sababi
Tildaning hech qanday kamchiligi yo'q. Tildani to'liq o'rganib, bunda ham o'zini ta'riflari bor. Siz professional tarzda tez va sifatli saytlar yaratmoqchi bo'lsangiz, o'zini alohida ta'riflari bor, etaplari bor. Buni ichiga kirganingizda ko'rsataman. Juda qulay, oson o'rganishga. Undan tashqari yana bitta yutug'ini aytaman sizga. Siz yaratgan saytingizni, masalan, mijoz keldi, keyinchalik men uni razrabotka qilishim uchun koding qismini ham tashlab ber debdi. Siz koding qismini bemalol tashlab bera olasiz, chunki tildada skачать qilsangiz ham bo'ladi. Kodini download qilib o'zingizga arxiv holatda yuklab olsangiz bo'ladi. Keyinchalik kodi bilan ishlasangiz ham bo'ladi. Yo'q, menga koding bilan ishlash qiziq deydigan bo'lsangiz, bu nima minus tomoni bor. Bu bittalab kod yozib o'tirib, masalan, bir haftada mukammal sayt yaratadigan bo'lsangiz, Tildada siz bir kunda yaratasiz. Vaqtdan yutasiz. Lekin sifati kafolatlanadi. Sifatli kod yozishda yozganingizdan-da a'lo darajada yaratib bera olasiz Tildada. Sababi ekranlarga moslashtirish. Masalan, telefonda ochganda qanday bo'lishi, kompyuterda ochganda qanday bo'lishini, masalan, frontendda alohida buyruq berib yaratasiz. Tildada esa sizni yutug'ingiz kompyuter variantini yaratasiz, Tildani avtomat o'zi yaratib beradi. Tushunarli bo'ldimi? Savolingizga javobim. Mana shuning uchun ham, demak, men Tilda bilan ishlashni tavsiya qilaman. Agarda yo'q, men kelajakda biror bir ofisda, tashkilotda o'tirib razrabotka qilaman, chunki ko'proq mana shu razrabotka qilish uchun kiradi. Har qanday tashkilotga, masalan, bankka kirasizmi, bankda ham xuddi shunday razrabotka qilib o'tirasiz, chunki sayt yaratib bo'lingan ularda. Faqat kirib, ichida imkoniyatlarni o'rganib, o'zgartirib, funksiyalarni o'zgartirib o'tirasiz, xolos. O'shaning uchun ham siz kontent o'rganishingiz kerak. Agarda siz yo'q, men turli xil saytlar yaratib, o'shani sotuvini o'rganaman, reklama qanday bo'ladi, mana masalan, oddiy kun o'tkazadigan bo'lsangiz ham, bu o'zini auditoriyasiga ega. Mana masalan, ertalab ko'rsangiz, mana bu yerda boshqa reklama bo'ladi, obedda ko'rsangiz boshqa bo'ladi, yoki bukunsiga ko'rsangiz boshqa bo'ladi. Mana shuni evaziga masalan daromad etasiz. Bu ikkinchi usul. Siz birinchi usulda saytni yaratib, sotib daromad qiladigan bo'lsangiz, ikkinchi usul sizda sayt reklamasi orqali daromad topish. Buni siz o'zingizni saytingizni to'pga chiqarganingizdan keyin mana shunaqa insonlar uchun foydali, ya'ni insonlar har kuni yoki har doim foydalanadigan sayt yaratganingizdan keyin bu reklamalar sizga butun dunyo bo'ylab o'zi registratsiya o'tish qismi bor. Bu meni kursimga kiritilgan. O'zi yozib nima qilib beradi? Qo'yib beradi. Siz qo'ymaysiz, men bu yerda Kia masalan zavodidan shartnoma olib, Kia sening reklamangni qo'yib beraman, menga faloncha summa berasan demaysiz. Buni avtomat qiladi. Sizni statistikangizni o'rganib, keyin qiladi. Mana shunaqa narsani qanday qo'yilish kerakligini, mana shu bu orqali, reklama orqali qanaqa daromad olinadi, qancha olinadi, demak, buni siz kurs davomida o'rgana olasiz. Keyingi savol, bu to'lov har oyigami yoki bir martalikmi? Har bir oy uchun bo'ladi, chunki har bir oyda yangicha modul o'rganasiz. Mana shu tariflarga asosan bo'ladi. Agarda siz yo'q, men ertaroq o'rganib, ertaroq daromadga chiqaman deydigan bo'lsangiz, fokusingizni bunga qaratasiz. Ya'ni haftada 3 kun dars bo'lgani bilan haftada 3 kun 2 soat energiyamni faqat sizga sarflayman. Agar yo'q, jamoa bilan ham ishlab o'rganaveraman deydigan bo'lsangiz, bu biroz vaqt oladi, chunki jamoada ishlaganda ham baribir hammasiga individual fokus qarataman. O'tish metodikam bo'yicha, bu bo'yicha birinchi darsda yana ma'lumot beraman xohlovchilar uchun. O'shaning uchun ham joyingizni band qilish uchun siz hozir band qilib, meni o'zim liskamga boshida 10% to'lovni qilishingiz
kerak bo'ladi. Necha oy ichida veb dasturchi bo'lsa bo'ladi. Hop, sayt yaratuvchisi kasbiga bo'lingan, masalan, maksimal 5 oyda siz daromadga aniq chiqasiz. 5 oyda mana shu orqali siz daromadga chiqasiz. Demak, usullari bo'yicha agar o'qimagan bo'lsangiz, mana shu kanalimda, webinar kanalining yuqorisida ma'lumotlar yozganman. Veb-sayt orqali daromadning shakllari bo'yicha buni bemalol ko'rib chiqishingiz mumkin. Astoydil harakat qilsangiz, aka, Abdulvahob Faxriddinov yozibdi, necha oy ichida veb dasturchi bo'lsam bo'ladi deb. Astoydil harakat qilsangiz 3 oyda ham bemalol natija ko'rsatadi. 3 oyda ham o'zingizni daromadingizni, o'zingizni muhtingizni hosil qila olasiz mana shu sohada. Bu narsa demak professional tarzda bo'lmaydi. U hayot davomida orttiriladi. Ya'ni siz o'rganib bo'lganingizdan keyin o'tib ketaverasiz. Men hozir masalan IT sohasini 100% bilaman demayman. 13 yil orttirgan tajribamda, bundan keyin ham men doimo izlanishda, o'rganishda bo'laman. Qulay yo'llarini o'rganaman. Zamon bilan hamnafas yashash kerak. Boya aytganimdek, siz front-endda haftalab, oylab kodini yozganingizdan ko'ra zamonaviy usuldan foydalanib, siz tezroq, sifatli hamda foydali, daromad jihatdan yuqori bo'lgan yo'l bilan daromad topganingiz yaxshi. Men o'shaning uchun ham har doim izlanishdaman, o'sishdaman, rivojlanishdaman. Xo'p, ayollarimizga keladigan bo'lsak, bemalol uyda o'tirib ham daromad topsa bo'ladi. Qanaqa daromad topsa bo'ladi? Ya'ni men Allohga shukr, o'zimni ham 2 farzandim bor, bir o'g'lim, bir qizim bor. Kichkina bo'lishiga qaramasdan, boya aytganimdek, vaqtimga qarab, xohlagan paytimda proyekt olib, uni topshira olaman. Ya'ni bu orqali bemalol daromad ola olaman. Test saytini yaratsa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Juda ham yaxshi bu. Test saytini mana masalan, qanaqa test, fanlar bo'yicha test yaratadiganmi? O'zingiz saytlaringiz albatta misollar keltira olaman. Hop, men Koreya bilan hamkorlikda ishlayman. Mana Koreya bilan buni yuqorida yozdim. Bishkek.com sayti bor, kirib ko'rsangiz bo'ladi. Men koreys tilini universitetda birinchi kurs yilida o'rganganman. Qisman bilaman koreys tilidan, lekin bu sohada til bilmasdan ham siz masalan Koreya bilan hamkorlikda ishlasangiz bo'ladi. Qanaqa? Google Translate sizni eng yaxshi yordamchingiz. Siz mijoz bilan dunyo bo'ylab faqatgina mana shu o'zini chatida muloqot qilasiz yoki bo'lmasa elektron pochta bilan muloqot qilasiz. Elektron pochta bilan bizni O'zbekiston xalqi juda kam ishlatadi. Mana orangizda ishlatadiganlar nechta? Elektron pochta bilan xabar yozishni nima qilasizmi butun dunyo bo'ylab? Demak, mana shu elektron pochta orqali siz ma'lumotlarni, texnik zadaniyalarni olasiz va u orqali bemalol nima qilishingiz mumkin? Muvaffaqiyat olishingiz mumkin. Mana shu tashkilotda biz buyurtma qabul qilamiz. Buyurtmani mana shu tashkilotda bizga beradi. Narx summasini ham mana shu yerga tashlab beradi. Visa kartochkaga tashlab beradi. Siz mijoz bilan yuzma-yuz ko'rib gaplashishingiz mumkin. Mana yana mashhur nima Target School'ni kim eshitgan? Target School'ni eshitganmisiz? O'quv markazini. Hozir bu yangilangan versiyasi. Mana shu xuddi mana shuni o'zi ham bizda tinta orqali yasalgan. Mana ma'lumotlar, ya'ni o'sha biznesni ochib beriladi. Mana bu Target School'ni men
17 yoki 2018 ishlagan paytim boshlab berganman. Target School'da ishlaganman-da chunki. Webstar akademiyasida ishlaganman, atomlar ilmiy ishlab chiqarish korxonasida ishlaganman. Realniy proyektlar, backend bo'yicha ham, frontend bo'yicha ham proyektlar qilganman. Ссылкasini qo'yaman, bemalol ko'rishingiz mumkin bu bo'yicha. Yana qanaqa savollaringiz bor? Men bir oydan beri test saytini yaratishni harakat qilaman, ammo o'xshamayapti. Buning uchun qanday maslahat berasiz? Xo'p, agarda mana shu narsa sizga judayam kerak bo'lsa, mana shu kursni birinchi oyida professional test saytini yaratib, siz buni o'quvchilarga berish uchun qilmoqchimisiz yoki ommaga ko'rsatish uchunmi? Qanday maqsadda ekanligini aytib olish kerak-da. Agar o'zimga keyinchalik yozsangiz, batafsil yana ma'lumot beraman bu bo'yicha. Xo'p. Endi yana sizga o'xshaganlarni ko'plab berilgan avvalgi nimada ham, vebinarimda ham savollardan namunalar keltirganman. Bu savollar sizlarga ham bo'lishi mumkin. Sizlarda ham demak javob beraman. Ya'ni agar siz ushbu sohada bilimga ega bo'lmasangiz ham sizga kurs mos keladi. Ya'ni kursda o'zbekchada tushunarli va sodda holatda tushuntiraman va kafolat beraman. Agar barcha darslarda to'liq qatnashib, aktiv bo'lib, vazifalarni vaqtida bajaradigan bo'lsangiz, albatta siz saytlar yaratishni o'rganib daromadga chiqa olasiz. Xo'p, kurs uchun yosh muhim emas, asosiysi o'rganish istagi, ya'ni yuqorida aytganimdek xohish bo'lishi kerak. Ya'ni bu har qanday mehnat qilyapsiz, undan zavqlanib mehnat qilishingiz kerak. O'sha narsa demak bizda yoshga bog'liq bo'lmasligi. Ya'ni siz har qanday yoshda sayt yaratib, o'rganib, undan pul ishlashni boshlashingiz mumkin. Bu yerda siz masalan boyagidek, например, ko'rsatgan ijtimoiy tarmoqlarimda siz necha yoshdasiz, oilalimisiz, erkakmisiz, ayolmisiz, u narsa so'ralmaydi. Sizdan faqatgina dogovor qilinadi, so'rashi mumkin, nimani so'rashi mumkin? Qanaqa saytlaringiz bor? Например, menga mana shunaqa biznesda mana shunaqa qanaqa sayt yaratib berasiz? Misolni, ссылкасini tashlang deyish mumkin. Bu например misollar Fildani o'zida ham bor, bemalol ko'rsata olasiz. Agar men ijodkor bo'lmasam, dasturlashtira olmasam-chi? Ya'ni ijodkorlik sizda yo'q bo'lsa ham, siz rivojlantirish uchun mana shu o'zini, например, misollaridan, obrazetslardan foydalanib, keyinchalik mana shu shakllanish mumkin, o'rganishingiz mumkin. Va agarda juda qiynaladigan bo'lsangiz, albatta men o'zim qo'ldan kelguncha turli usullar bilan yordam bera olaman. Dasturlash yanada oson. Dunyo oldinga qarab qadam tashladi. Chunki dasturlashdan imkoniyat juda ham katta. Mana masalan, boyagi ChatGPTga ertalab bergan savolimda ham ko'rishingiz mumkin. Eng hozirda qisqa vaqtda juda daromad topadigan soha bu demak IT sohasi hisoblanadi. Portfolioyingiz bo'lmasa ham siz mijozlarni qanday izlashingiz mumkin? Buning uchun demak sizda maxsus saytlar bor. Hozirgidek butun dunyo bo'ylab saytlar bor. Ularga qanday kirish, qanday registratsiya qilish, qanaqa imkoniyatlari bor va bu orqali mana shunga o'xshagan barcha savolingizga 5 modulga mo'ljallangan kursimda javob olasiz.
Menda noutbuk yoki kompyuter yo'q. Ya'ni sizda kompyuter, noutbuk yo'q bo'lsa, oddiy telefonda ham boshlanishiga yaratib boshlasangiz bo'ladi, lekin tavsiya qilaman. Hozir hammada imkoniyat bor. Bo'lib berishga bo'lsa ham kompyuter olib, ertaga Xudo xohlasa rizqimni, nasibamga mana shu nonimda mana shu sohada topaman deydigan bo'lsangiz, albatta noutbukingiz bo'lishi kerak, tavsiya qilaman. Agar boshida yo'q, mana sizdan bir oy nima o'rganayotganimni tushunib olish uchun telefondan foydalanib turib, keyinchalik olsam bo'ladimi degan bo'lsangiz ham bemalol ruxsat beraman. И уже birinchi, ikkinchi darsga kirgan vaqtingizda siz bilasizki, mana shu soha siz uchunmi, siz uchun emasmi, dars sifati qanaqa bo'lyapti, tushunarli bo'lyaptimi, mana shu imkoniyatlarni siz bemalol ko'ra olasiz. Hop, agarda vebinarim sizga ma'qul kelgan bo'lsa, sifatli, ya'ni foydali ma'lumot olgan bo'lsangiz, men juda xursandman va eng oxirgi postimda siz o'zingizni izohingizni qoldirishingiz mumkin yoki bo'lmasa fikrlaringizni bemalol ulashishingiz mumkin. Agar savollaringiz bo'lsa ham bemalol yozib qoldirsangiz bo'ladi fikrlaringizni hamda savollaringizni. Qolganini ertaga yana Xudo xohlasa davom ettiraman. Ertaga bundan-da qiziqarli mana shu sohaga oid bo'lgan ma'lumotlarni yana sizlar bilan ulashaman. Agarda joyingizni albatta band qilib qo'ymasangiz, men 15 tagacha bo'lgan shogirdimni olaman har bir vebinarimda. Bundan oldingi vebinarda qatnashganlar ham biladi. Ana shuning uchun ham bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Hammaga sog'lik, salomatlik tilagan holatda bugungi vebinarimda mana shu yerda to'xtataman hamda ertaga ko'rishguncha. Agarda ertaga ham mana shu ma'lumotlar, bundanda qiziqarli ma'lumotlarni, bilimni olmoqchi bo'lsangiz, albatta ertaga ham qatnashishingizni tavsiya qilaman. Hop, Madina opa, bunaqa demang, bekor o'rganib ham kurs berishni deb nima qilmang. Uni foydali tomoni bor. Har bir narsa yaxshilikka. Mana meni kursimda yoshi katta ayollar ham, o'zim qatori farzandli ayollar ham kelib, xuddi sizga o'xshagan fikrni aytgan, lekin vaqt keladi, balki bu narsani ham bilan hech qachon yerda qolmaydi. Balki kelajakda boshqa bir qismi uchun ishlatarsiz bu qismini. Ya'ni hech qachon bilimni olmaslik kerak. Bilim oldingizni o'sha narsadan foydalana olishingiz kerak. Foydalanish yo'llarini izlash kerak. Albatta mana shu TIVdan o'rganish davomida ham men o'zimni tajribam, mana shu natijamdan kelib chiqib, men sizga hamma narsani o'rgata olaman. Xo'p, bundan tashqari ham bemalol savollaringizni yozib qoldirsalaringiz, fikrlaringizni, bemalol izohlaringizni kommentariyada qoldirsangiz, kommentariyada ham albatta javob beraman va ertaga vebinarda ko'rishguncha deb qolaman. Rahmat hammaga, yaxshi dam oling sizlar.